Kecha 3-aprel kuni Qirg'izistonning Botken viloyati va Tojikistonning Isfara shahri o'rtasidagi chegarada joylashgan ikki qishloq fuqarolari o'rtasida janjal kelib chiqdi. Bu haqda Asia Plus nashri xabar berdi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Muhammad Ulug'xo'jayevning bildirishicha, Qirg'izistonning Uchdabo va Tojikistonning Xo'ja-A'lo qishlog'i fuqarolari chegara qurish masalasida janjallashib qolgan. Ma'lum bo'lishicha, o'zboshimchalik bilan o'rtada chegara to'sig'ini qura boshlagan. Qirg'izistonliklarga tojik qishlog'i aholisi hukumat roziligisiz to'siq qurish mumkin emasligini uqtirgan va o'rtadagi dahanaki tortishuv tosh otishuvga aylanib ketgan. Tojikiston chegara qo'shinlarining mojaro joyiga yetib kelishi o'rtadagi katta janjalning oldini olgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, qirg'izistonliklar tomonidan otilgan toshlar tojik chegarachilari va mahalliy aholi vakillariga jarohat yetkazgan. Hozirda ikki tomon mahalliy hokimiyat organlari qishloqlar aholisiga tushuntirish ishlarini olib bormoqda.